Akrom bu yil 7 yoshga to'ldi va kuzda maktabga chiqa boshlaydi. Ularning uyida maktabga tayyorgarlik ishlari avjida. Xuddi bayramdek. Kimdir Akromga yangi sumka olib kelgan, kimdir daftar kitob olib kelgan, kimdir esa bo'yini o'lchab unga yangi maktab formasi tikishga harakat qilayotgan edi. Akrom esa boshini baland ko'tarib uyning u tomonidan bu tomoniga yurardi. Va hali maktabga chiqmagan singlisini hech tinch qo'ymasdi. Kamola esa qovog'ini solib o'tirardi. Shu payt Kamola buvisiga dedi: "Buvijon, hoy buvijon, nega Akrom maktabga chiqdi, men esa yo'q?" "Axir uning bo'yi meniki bilan teng-ku." Buvisi tabassum qildi va Kamolaga dedi: "Kamola, sen hali 7 yoshga to'lganing yo'q. Akrom esa allaqachon 7 yoshda. Qara, uning tishlari tushgan." Kechqurun Kamolaning tog'asi mehmonga keldi. Shu payt Kamola katta toshni olib tog'asining qo'liga tutqazdi va dedi: "Tog'a, hoy tog'ajon, iltimos mening ham tishlarimni urib sindiring, toki odamlar bilsinki, men ham 7 yoshga kirdim va meni ham maktabga olib borsinlar."